Surxondaryo Denov shahriga boshlang'ich to'lovsiz Cobalt avtomobilimiz chiqib ketyapti. Assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Ishlarimiz qanaqa bitta aka? Bilan rahmat aka. Nima protsessli bo'ldi? Nechida kiyandingiz? Xarajatlarga nech pul berdingiz? Mana mana shu narsa bo'yicha. Boshiga $100 berdik. Aha. Buyog'i nimada? Oylik to'lovga xuddi shunaqa. Atigi $100 xarajatga pul olib kelgan holatda Cobalt avtomobilni Xodi avtodan xarid qilib olib chiqib ketyaptilar. Ani 2020-2019 dan qo'yishyapti-yu, $100, $200 bilan. 23-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilni Xodi avtodan xarid qilyaptilar. Mana o'zlarining pasportlari Hamroyev Alisher, texpasporti ham Hamroyev Alisher. Ko'chadan ushlab olib video qilyapsizlarmi degan insonlar uchun maxsus gaplarimiz bor. Xullas, Xodi avtoga tashrif buyuringlar. Mana mashaqangi boshlang'ich to'lovsiz avtomobillarni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Qanaqa bo'ldi aka protsess? Hech kim pul so'ramadimi sizdan oldingizga kelib? Hech kim pul so'ramadi. Mana buncha pul bersiz, mana bu ishingizni bitirib beraman deyishmadi. Bitta ishlarimiz rahmat aka. Tez bitib ketdi. Shunday. Rozimisiz biz? Rozimiz aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Yaxshiligi buyursin, salomat bo'ling, yaxshiligiga xizmat qilsin. Xodi avtosida ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bilan podpiska uchun kattakon rahmat. Rahmat aka. Rahmat aka. Salomat bo'ling.